Penaltilar. Next time they shine your light in the sky, Nohaq penaltilar desa bo'ladi. To'g'risi bu videoni olib qanaqadir tarafkashlik qilmaslik kerak. Просто tan olish kerak. Nohaqliklar bo'yicha qilingan bu video. Shu penaltimi shu? Penaltidan urgan gollari bor deyman. Messi'ni qarang endi. Yiqilmaydi u. Nima uchun Messi'ning o'yinlari yoqadi? Mana futbol taraflama aytyapman, hozir srazi boshlanadi kommentariyada. Unaqa edi, bunaqa edi, Messi, pes. Mana shu videoning o'zi javob.